Bundan bir hafta oldin Farg'ona shahrida joylashgan Polsha bozorida to'g'risidagi premium qo'qon eshik va romlariga murojaat qilgandim, chunki xonadonimning eshiklari nimagadir bizga yoqmay qoldi va ular biz istagan ko'rinishdagi, biz xohlagan rangda eshiklarni tayyorlab berdi va bir haftada chiroyli qilib o'rnatib berdi. Birinchi o'rinda sifat bizga yoqdi, ranglari yoqdi va eng asosiysi cho'ntay bopligi bizga ma'qul keldi. Bitta o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Eshiklar shaxsan menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham yoqdimi? Bu holda kommentariyaga fikringizni qoldiringlar. Vohidjon, bu uchun sizga rahmat. Yana qanaqa eshiklar bor? Krashinli, oynakli krashinli, laminat variant eshiklarimiz bor. Bu tomonda neobichniy ranglardagi eshiklarimiz ham bor. Eksklyuziv tarzdagi eshiklar. Kimgadir internetda eshik rom yoqib qoldi, sizga ko'rsatsa, ana shu holatda ham tayyorlab berasizlarmi? Tayyorlab beramiz, albatta chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Ya'ni o'zi xohlagan ko'rinishda, o'zi xohlagan turli rangda tayyorlab berasizlar. Aha. Yetkazib berishchi qanaqa bo'lyapti? Hammasi bepul. Yetkazib berish bepul va eng asosiysi mana shu ruchkalari. Ruchkalari magnitli zamon bo'lgan. Aha. Ular ham o'rnatib berish bepul. Bepul. Tushunarli. Agar sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, shaxsan meni Instagram orqali kuzatib borayotganlar, Polsha bozorida to'g'risida joylashgan aynan premium eshik romlariga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldiramiz. Yana ham to'liq ma'lumotni mana shu raqamlar orqali olishingiz mumkin.